1 soat tirbandlikda tursangiz, taxminan 4 ta sigaret chekkan hisoblanasiz. Sababi shu davrda 3-4 ta tamaki mahsulotiga teng bo'lgan PM2,5 zararli havosini yutasiz. Avtoulovlardan chiqayotgan zaharli gazlar nafaqat tabiatimizga, balki inson salomatligiga ham jiddiy salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Bitta avtomobil bir kunda 10-12 litr benzin yonilg'isi ishlatib, atmosferaga 25 kilogrammgacha zararli kimyoviy birikmalarni chiqaradi. Toshkentda bir kunda 1 millionga yaqin avtomobil harakatlansa, atmosferaga 250 tonna zaharli gaz chiqadimi? Ha, tushunishingiz uchun bu 40 ta KAMAZ yukiga teng. Buning uchun biz nima qilishimiz kerak? Avtomobillardan emas, elektromobillardan foydalanish, jamoat transportlarida yoki piyoda yurish orqali biz havoga chiqayotgan zararli moddalarni kamaytirishimiz mumkin. Qolaversa, tog' va juft kunlardagi avtomobillar harakatlanishi chiqarilayotgan zaharli havoni 50% ga kamaytiradi. Xo'sh, siz bunga o'zingizning qanday hissangizni qo'shmoqdasiz? Jamoat transportlaridan foydalangan holdami yoki tog' va juft kunlardagi avtomobillar harakatlanish qoidasiga rioya qilibmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.